أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي qandaq mushu dunyoda har qandaq dunyo ahlininki intayin vayron qiluvchi xarakterlik ikki ojizlik nuqtasi bor. Butkul dunyo ahlining, mayli musulmoni bo'lsin, mayli kafiri bo'lsin, vayron qiluvchi xarakterlik ikki ojizlik nuqtasi bor. Birisi al-mal, yana birisi an-nisa, ayollar. Mal dunyo va ayollar. O'ylab boqaylik. Tarixdan buyon bugungacha dunyoda nurg'un cho'ng shaxsiyatlarni yoki mal bilan ozdirib setib oladigan gap, mal bilan buzadigan gap, yo ayollar bilan buzadigan gap. Eng ojizlik nuqta. Bu yerda ketkizib o'tgandan keyin hamma tarafga ketadigan gap. Mushada mustahkam tura olganlar cho'ng nurg'un ishlarda cho'ng tura oladi qarindoshlar. Cho'ng tura oladi. Demak qarindoshlar, agarda biz ana shu shahvatimizning, shu nafsimizning kayniga kirib ketadiganmiz, biz mamluk, biz qulga aylangan bo'lamiz. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom deganki, Abi Hurayra radhiyallohu anhu naql qilgan hadisda deydi-ki, ta'isa abdud dinar va abdud dirham. Dinar va dirham quli bo'lgan kishi halok bo'ldi deb shunday degan payg'ambar alayhissalom. O mal dunyoning xizmatida, shu mal dunyoning quli bo'lib yashaydi u dunyoda dedi. Herkesme özü şu Allah ata qilgan bu mal dunyoni o'zining xizmatiga sanmasdan balki dal mal dunyoning quli bo'lib yashaydigan gap. Aslida mal bizga nima deb insonga musaxxar qilib insonga bo'ysundirib berilgan narsa mal dunyo degan. İnsonga bo'ysundirib berilgan narsa. Herkes onunga bo'ysungan, onunga qul bo'lgan deb yaratmagan Allah subhanahu taala. Ama biz onu yoki onu bo'ysundirib, onu dastlab, onu Allah yo'lida ishiltib güzel şekilde onu o'zimizning xizmatiga selib ma'amiz yoki onun quli bo'lib ma'adigan gap. İnson ikkisining biri bo'ladigan gap. Ya, shuning uchun Rasululloh ta'isa abdul farj, ta'isa abdul batn, ta'isa abdul khamisa. Yuqoridagi dinar va dirham quli bular halok bo'ldi degan nimaning keyinida shu farj, ya'ni avratning quli bo'lgan, bunun shahvatning, avratning quli bo'lgan kishi va qo'saqning quli bo'lgan bu kishilar halok bo'ldi deb payg'ambar alayhisalom shunday deydi. Buningga qul bo'lgan, buning keyindan chapqonlar bo'lsa, u qul o'chaksiz. Shuning uchun biz yuqoridagi oyatni sura Yusufdagi Robbi qad ataytani minal mulk degan oyatni oxirigacha o'qisak, bu oyatning huzurlanishimiz, bu oyatni cho'nqur tafakkur qilishimiz kerak, qarindoshlar. Haqiqiy mulk, haqiqiy podshohlik o'zimizga ega bo'lishimiz. Nafsimizning bizga emas, bizning uningga ega bo'lishimiz qarindoshlar. Havoyi havaslarimizning bizga bo'ysunishi, hargizmi biz uningga bo'ysunmasligimiz kerak. Shahvatlarimizni o'zimiz kontrol qiladigan bo'lishimiz kerak. Haq nada bo'lsa biz shu yerda bo'la olishimiz kerak. Allohning kitobida Allah bekitgan chegaralarni vaqqof, nihoyat to'xtaydigan bo'lishimiz kerak. U chegarani bosib o'tmaydigan bo'lishimiz kerak. Haqni mayli o'zimizning zihniga bo'lsa ham, o'zimizga ochiq kelsa ham haqni e'tirof qiladigan bo'lishimiz kerak dedi. Mana bu haqiqiy erkaklik, mana bu haqiqiy musulmonlik dedi. Va bu oyatni ko'pincha mufassirlar, tafsirshunoslar mushu shaklda tafsir qilgan. Robbi qad ataytani minal mulk ila oxir al-oyat. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد